Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi rivojlantiruvchi markazlarni tashkil qilish texnologiyasi fanida navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzu maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv. Reja bolalarning rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalari. Ijtimoiy kompetensiya, shaxsiy kompetensiyasi, o'yin kompetensiyasi va bilish kompetensiyalari. Bugungi mavzu bo'yicha topshiriq. Quyida berilgan testlarni javobini toping. Kompetentlik va kompetensiya bir-biridan ajralib turadigan tushunchalardan biridir. Kompetentlik ingliz tilidan olingan bo'lib, qobiliyat, faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish bilan belgilanadi. Ya'ni shaxsning biror faoliyat bo'yicha olgan ma'lumoti, ko'nikmasi, qobiliyati va tajribasidan iboratdir. Boshqacha qilib aytganda, uni ma'lum bir faoliyat turini bajarish qobiliyati deb ham tushunish mumkin. Kompetentlik tushunchasi esa shaxsning doimo o'sib boruvchi tasnifi hisoblanadi. Ideal hayotiy vaziyatlarda, real hayotiy vaziyatlarda yuzaga kelgan muammolarni yechish qobiliyati, o'z bilimi, o'quv va hayotiy tajribalari, qadriyatlari va qiziqishlarini unga safarbar etish imkoniyati hisoblanadi. Kompetensiya lotincha competentino so'zidan olingan bo'lib, to'g'ri kelaman, erishaman degan ma'noni anglatadi. Bilim, malaka va shaxsiy sifatlarni biror sohada namoyon bo'lishidir. Kompetensiya o'z bilimini tinmay boyitib borish, yangi axborotlarni o'rganish, shu kun va davr talablarini his etish, yangi bilimlarni izlab topish mahoratini, ularni qayta ishlashni hamda o'z amaliy faoliyatida qo'llashni talab qiladi. Kompetensiya egasi bo'lgan mutaxassis muammolarni yechishda o'zlashtirib olgan, aynan shu sharoitga mos metod va usullardan foydalanishni yaxshi bilishni, hozirgi vaziyatga munosib bo'lgan metodlarni tanlab olishni va uni qo'llay olishni, to'g'ri kelmaydiganlarni rad etishni, masalaga tanqidiy ko'z bilan qarash kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalari. Kommunikativ kompetensiya bola muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalanish ko'nikmasi. Ijtimoiy kompetensiya hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlari bilan muloqotda axloq qoidalari va me'yorlariga rioya qilgan holda o'zini tutish mahorati. O'yin kompetensiyasi bolalarning o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko'nikmalardan ijodiy foydalanishi. Bu kompetensiya ta'lim-tarbiyaviy faoliyat uchun asos hisoblanadi. Bilish kompetensiyasi atrof olamni ongli ravishda idrok qilish va olingan bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlardan o'quv va amaliy vaziyatlarni hal qilish uchun foydalanish hisoblanadi. Kommunikativ kompetensiya mazmunga boy va rag'batlantiruvchi ta'lim muhitida bolalar og'zaki va yozma muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu ularga o'zlarini bilishga, boshqalar bilan munosabatlarni o'rgatishga, dunyo haqidagi tushunchalarni shakllantirishga, mashg'ulotlarda ishtirok etishga va loyiha ishlarini jamoa bo'lib bajarishga yordam beradi. Bolalar kattalar va boshqa bolalar tomonidan tushuntirishlari uchun o'zlarini namoyon etishlari mumkin. Ular aytilganlarni tushunish uchun tinglaydilar va kuzatadilar. Savol va topshiriqlarni eshitadilar va shunga mos javob berishadi. Ular nutqni, ayniqsa o'qish va yozishni o'z ichiga olgan mashg'ulotlarga ijobiy qarashadi. Ular nutqning turli shakllari va funksiyalarini biladilar. Ulardan foydalanadilar va kerak bo'lganda ularni turli xil muloqot holatlarida moslashtiradi. Ijtimoiy kompetensiya bu bolaning belgilangan tartib va odob axloq qoidalariga rioya qilgan holda tengdoshlari va kattalar bilan birgalikda ishlash qobiliyati hisoblanadi. Bolalar boshqalarni hurmat qilishni va ularning aytganlarini hisobga olishni o'rganadilar. Guruhdagi samarali ishlash uchun zarur bo'lgan xulq-atvor qoidalariga amal qiladilar. Muammoli vaziyatlarda ular yoshi va individual rivojlanish xususiyatlariga mos ravishda ularni hal qilish harakatlarini amalga oshiradilar. Ular tobora ko'proq o'zlarini guruhning bir qismi sifatida
ko'radilar va o'z huquq hamda majburiyatlarini borligini tushunadilar. Ular individual farqlarga ochiqlik bildiradi. Bolalar boshqalar bilan uyg'unlikda yashashlari mumkin. Ular turli insonlar bilan muloqot qilishadi va atrofdagilarni madaniy jihatdan xilma-xilligini tan oladilar. Ularga yordam beradilar va qo'llab-quvvatlay oladilar. Shaxsiy kompetensiyani rivojlantirish orqali bola maktabgacha yoshda shakllanadigan va butun hayoti davomida takomillashtirib boradigan bir qator xususiyatlarni namoyon etadi. Bu kompetensiya bolaning o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish qobiliyatlarini hamda kundalik hayotini boshqarish va barqaror sog'lom turmush tarzini amalda qo'llash mahoratini o'z ichiga oladi. O'yin kompetensiyasi bolaning o'yin jarayoni va tashkil qilishda tajribasi, ko'nikmalardan ijodiy foydalanadi. O'quv tarbiyaviy jarayonda asos bo'lib xizmat qiladi. Bolaning rivojlanish sohalari, kompetensiyalari borasidagi ilmni o'rganar ekanmiz. Bunda rivojlangan Sharq mamlakatlaridan Yaponiya va Xitoyning o'ziga xos jihatlari borligini amin bo'ldik. Ya'ni misol uchun Yaponiyada bu kompetensiyalar maktabgacha tarbiya berishdagi 5 ta yo'nalishni o'z ichiga olar ekan. Bular ijtimoiy munosabatlar, salomatlik, xavfsizlik, til, atrof muhit hamda his-tuyg'ularni ifodalash. Bu yo'nalishlarning bizning maktabgacha ta'lim dasturimizda ham xos bo'lgan jihatlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Bilish kompetensiyasi bilim olish, o'qish va o'rganish, mustaqil ravishda izlanish, tahlil qilish va atrof olamni tushunish uchun kerakli ma'lumotlarni tanlash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Harakat va o'zaro munosabatlar orqali bolalar bilim olish va o'rganish strategiyalarini ishlab chiqadilar. Ular atrof olamdagi yangi obyektlarni o'rganadilar va kashf etadilar. Boshqalar bilan o'yin va o'zaro muloqot jarayonida ularni kuzatadilar va tajriba o'tkazadilar. Ular muammolarni tushunishi va hal qilish uchun yangi imkoniyatlarni izlab topadilar. Ular o'zlarining kashfiyotlari bilan o'rtoqlashadilar va asta-sekin mustaqil, o'z-o'zini boshqaradigan, tahlil qila oladigan va ijodkor shaxsga aylanadi. Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida markazlardagi faoliyatlar ham bolaning tayanch kompetensiyalari rivojlanishi uchun juda muhim hisoblanadi. Markazdagi faoliyatlar orqali bolaning bilish jarayonlarini shakllantirish, diqqat, sezgi, idrok, mayda motorikalarni o'stirib borish, bolalarda insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirib borish, ijodiy obrazlarni yaratish imkoniyatlarini ham paydo bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.